Diqqat, shoshilinch tezkor xabari. Ramazon oyini intizorlik bilan kutayotgan barcha mo'min musulmon birodarlar, ogoh bo'ling. Ramazon oyining boshlanish sanasi rasman e'lon qilindi. Barcha fuqarolar ushbu videorolikni ko'rishingiz shart. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat, kutilgan xabar. Ramazon oyining boshlanish sanasi ma'lum bo'ldi. Barcha ro'za tutuvchilar tezda videoni ko'rib, sanani bilib oling. Diqqat, Qozog'iston musulmonlar diniy boshqarmasiga ko'ra Ramazon 2026-yil 19-fevralda boshlanadi. Qadr kechasi 16-martdan 17-martga o'tadi. Ro'za hayiti 20-mart, Qurbon hayiti esa 27-maydan 29-maygacha bo'lishi mumkin. Sanalar xalqaro markazlarning astronomik hisob-kitoblariga asoslangan, biroq Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi ogohlantirgan. Agar yangi oy bir kun oldin yoki keyinroq chiqsa, bayramlar sanasi bir kunga siljishi mumkin, deyiladi ma'lumotda. Albatta, o'zimizda ham O'zbekiston musulmonlar idorasi ham O'zbekistonda Ramazon hayiti sanasini ma'lum qilganidan so'ng albatta kanalimizda yoritamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Eng so'nggi yangiliklar faqatgina bizning kanaldan kuzatasiz. Like bosishni unutmang.